Endi shunday zamonlar bo'ladi, dinini ushlagan kishi mana shunday cho'q ushlagan kishi bilan barobar bo'lib qoladi. Shunday bir zamon bo'ladiki, ma'ruf munkarga, munkar ma'rufga aylanib qoladi. Yomg'ir rahmat emas, balo bo'lib yog'adi. Farzand ne'mat emas, baloga aylanib qoladi. Shunday bir zamonlarki, karim, hurmatga loyiq bo'lgan kishilar behurmat bo'ladi, razil, pastkash, xor odamlar aziz, mo'tabar bo'lib qoladi. Birodarlar, shunday zamonda yashayapmiz. Shunday bir zamonki, insoniyat o'zini o'lchovlarini yo'qotib boryapti. Ming yillardan beri razillik, ifloslik deb sanalgan bachchavozlik, fahsh eshitganda inson jirkanadigan mana shunday gunohlar bir yurtlarda, bir o'lkalarda madaniyat belgisi. Biz musulmonlarga bu narsa yot. Mana shu emas, mana shu zamonda aynaganligi. Oq qoraga, qora oqqa almashib qoladigan zamon. Fazilatlar ayb bo'lib qoladi. Ayb, or, nomus bo'lgan ishlar o'sha davrlarga kelib peshqadamlik va fazilatga aylanib qoladi.